Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoda Arduino platformasida kod yozayotganimizda qanday qilib kodlarimizni tartiblashni va uni professionallarga xos a, qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Ya'ni bu nimaga kerak deganda, a, bizni kodlarimiz kattaroq loyiha bo'ladigan bo'lsa, a, juda ham uzun bo'lib ketadi va qisman tartibsiz bo'ladi. Bir necha oydan keyin to'g'irlaydigan bo'lsak yoki umuman olganda yana edit qiladigan bo'lsak, o'zimiz tushunmay qolishimiz ham mumkin yoki ayrim xatoliklar ham kelib chiqishi mumkin. A, Topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun buni qanday qilib soddalashtirishni ko'rsatmoqchiman. Bu juda ham katta kod emas, lekin shu a, loyiha orqali ko'rsatib bermoqchiman. Bu qanday ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni mana bu yerda boshlab qo'ygandim. Kodlarimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Masalan, men stepper motor uchun alohida oyna ochganman. Over the air uchun alohida ochganman va Wi-Fi qismini alohida ochganman va hammasini mana bu yerda main qism qilib birlashtirganman. Ya'ni stepperdagi setup qismini alohida yozib va mana bu yerdagi main qismdagi setup qismiga chaqirib qo'yamiz. Va loop qismini ham mana bu yerda stepper loop deb ochib bu yerga chaqirib qo'yamiz. Xo'p. Keyin Wi-Fi'da ham shunaqa bo'ladi, OTAda ham shunaqa. Bu bitta narsa bo'lishi kerak. Setup qismi va loop qismi bitta bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ham yana setup, loop bo'lmasdan, masalan, stepper loop va stepper setup shunaqa kabi bo'lishi kerak. Qanday qilinadi deganda, mana bu qismda new tab degan joy bor. Mana shu yerga bossak, mana bu yerga yozishimiz mumkin. Masalan, hozir menda server qismi qolgan. Hop. server.ino yoki bo'lmasam shunchaki server deb ochib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana bu yerda yangi qism, ya'ni yangi oyna ochildi. Va biz bu yerga xo'sh buni oldindan yuklab qo'ygandim. Mana server qismini faqat bu yerda server qismiga oid bo'lgan kod bor. Setup qismida server setup va loop qismida ham server loop. Buni mana bu yerga ham chaqirib qo'yamiz. Mana bu yerga chaqirib qo'yganman server setup va server loop. Yuklaganimizda hammasi yuklanadi. Ya'ni aynan bunga yoki bunga o'tib yuklash shart emas. Hammasi bitta bo'lib yuklanadi. Xo'sh, bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Ya'ni bularni hammasi uchun Arduino IDE yoki Arduino platformasi .ino formatda bo'lgan bo'lsa, .h yoki .cpp formatga o'tkazib, o'zi mikrokontrollerlarimizga yuklaydi. Bu juda ham foydali bo'ladi topishimiz uchun. Qayerga o'zgartiradigan bo'lsak, imkon qadar tezroq o'zgartirib, keyin yana yuklashimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.